Butun O'zbekistonni hayratda qoldirgan va Instagramlarda rekka chiqqan mana o'sha 2 metrlik tort esinglardami? O'zi ham bu videoni deyarli barcha tanishlarim menga jo'natgandi. Men esa darrov ana shunaqa shou tortlarni tayyorlaydigan konditerni qidirishni boshladim va men ularni topdim. Ularga shogird bo'lib tushishga ham ulgurdim. Dilorom opa, Dila Cake asoschisi, bir necha yillik tajribaga ega, Rossiya va Yevropa davlatlaridagi mashhur konditerlarni kurslarida o'qigan va 30 dan oshiq sertifikatga ega. To'y tortlari va shou tortlar bo'yicha O'zbekistondagi nomer 1 konditer. Meni bilasizlar-ku, qayerga borsam ham nomer 1 boraman. Xullas, bu 4 kunlik master-klassimizda bizga Dila ham juda ham ko'p ma'lumotlarni berdi. Endi apchaylar, to'y tortlari va shou tortlar bo'yicha nomer 1 ustozlardan bilim olgan konditer hisoblanadi. Va eng qizig'i va meni hayratda qoldirgan narsa, Dila ham meni tanidilar. Siz feyamisiz dedilar. Men hayrondaman. Qayerdan tanidingiz desam, Dila ham bir necha marotaba bizani shu yuqori Chirchiqdagi to'yxonalarimizga shu tortlarni olib kelgan ekanlar va to'yxonadagi mehmonlar barchasi kelib, "Siz feya ishlaysizmi? Feyadan keldingizmi?" deb savol berishgan ekan. Va bu meni juda ham xursand qildi. Feyamiz taniqli brendga aylanmoqda. Endi esa bu ustozimdan olgan yangi bilimlarni amalda albatta qo'llaymiz. Ayniqsa, yangi yil tortlarida. Ustozimga bergan bilimlari uchun kattakon rahmat aytaman va feyamizni yanada rivojlantirishga va mashhurroq bo'lishiga harakat qilaman. Agar sizlarga ham shunaqa noodatiy shou tortlar va to'y tortlari kerak bo'lsa, feyaga qo'rqmasdan murojaat qilaverasizlar. Bu videoni tez kunda to'yi bo'ladigan va Fotihaga noodatiy tortlarni qidirib yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying.